Abu Matiz. Xullas o'rtoqlar, hazil bilan u Ozodda yangi olgan mashinasi muborak bo'lsinmi? Muborak deb tashlasin mana. Xudo xolasa Matiz'ni trendga chiqazamiz. Agar shunga rozi bo'ladigan bo'lsanglar, like sizlardan. Bugun Beck Weinstein post va stories narxlarini e'lon qilamiz. Endi hammani kutib turgan savol-da. Nega unaqa BYDdan keyin Matizga tushib qoldingiz, sindingizmi? Yo'q, hazil bilan. Birinchisi, ikkinchisi rostdan Matiz hamma yaxshi ko'rgan mashina. Qani trendga chiqsa nima bo'lar ekan? BYD'ning nomeri 888 da. Ha. Telefon raqami 8888. Ha. 8lar faqat. Da. Yo'q, men boshqacharoq tushunyapman-da. Qanaqa? Ikkita teshikligiga qiziqasizmi deyman insonlar. Achchu nomer Achchu. bizning shartlarimizda bor edi. Aha, endigina tandirdan chiqdi, 2 soat bo'ldi qo'yilganiga. Da. Xo'p, haligi 88 ga qaytamiz. Nega unaqa? 88 ma'nosi beskanechniy. 8 yollamachasi qarab. Cheksiz degani? Cheksiz. Hamma kutib turgan savol, Beck Weinstein stories narxlari qancha? Sal qimmatroq. Sababini aytib qo'ying. Biz anchadan beri bu ishda ishlaymiz. Xudo xolasa 7 yil bo'ladi. Stories 1700, 1700, Reels 4000, 4000, Post 5000. 5000. Xo'p, Matiz qancha? 2500 bilan 3000 o'rtasi. Demak, bitta Reelsga biz ikkita Matiz sotib olishimiz mumkin. Bu Matizga kamida $3000 tiqish niyat bor. Rasxod. Sizchi Beck Weinstein profiliga qiziqasizmi? Unda bu videoga like bosib, bu videoni Beck Weinstein barcha muxlislariga tarqatib qo'ying.